Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Qadirli dostlar, mümin Müslümanlar. Bu dünyada türlü orunlar var. Hem de alarının hizmeti kullanı boyunca biz anın yurtu deyip anı o'taymiz inşallah. Biz yaşagan hamda o'zimiz turmushimizni ko'rgan yurtlarimiz u bizni fatir atiyimizni yurti, bobomizning yurti, anda u yaşagan turmushni ko'rgan. Bor madaniyat yurtlari bor. Bor siraxana yurtlari bor. Bor o'yin ham qurol yurtlari da bor jamoat. Abar bu dunyoda Alloh yurti. Alloh yurti ul masjid. Masjid shu so'zdan chiqqan masjid. Şu yerler qaysında biz o'zimizning mong'aylarimizni sajdaga qo'yamiz yoki sajda o'rinlarimizni Alloh taolaga yo'naltamiz. Sajda o'rnidan qaysi so'ng? O bizning mong'ayimiz, ikki ushimiz, ikki tiz boshimiz hamda ikki oyoq boshlarimiz inshaalloh. Shunlarda nechik ana aytila har bir masjid ol Allah'nıqı degan vaqtda bir yoqdan binası ol Allah'nıqı. Qaysini Allah subhanahu taolaning shariati to'g'risincha o'tab, ne qo'ya shariat ko'rasizmi desang, masjidda bo'lar deyishim uchun eng birinchi. Hamda ikkinchisi Alloh qarshida sajdaga ketatirgan, yerga tiyatirgan, tobuna turgan a'zolarimiz ol mong'ayimiz, ikki ushimiz, tiz boshlarimiz, oyoq boshlarimiz ol qo'yiladi deyish faqat Alloh taolo qarshida inshaalloh taolo. Albatta masjidlarga kelgan vaqtda biz kutamiz anda shistalik puxtalikni. Hamda ani biz kutamiz hamda ko'rasimiz kela. Hamda eng birinchisi boshlarga deyish o'zimizdan inshaalloh. Biz nindi xizmat solamiz u masalada. Masjidga kelgach eng kiminde biz zarar qilmasga tirishamiz. Shub qoldirmasga, hamda poklig'ini shistlig'ini saqlarga. Hamda agarda masjidlarda yozilib qo'yilsa, masjidlarga kirgan vaqtda sizning oyoqlaringizda bo'lgan teyish naski degan vaqtda, ya'ni kishilar yolg'on kirudagina iborat tugul, ya'ni oyoqda bo'lgan xush bo'lmagan islar terlovlar masjidning kilemlarinden qolmasınlar deb. Masjidning kilemleri narsa edi? O shu yerlar qo'ysan biz o'zimizning mong'aylarimiz sajdaga qo'yamiz. Musulmon qardoshimizga biz zarar tilamaymiz. Musulmon kishisi o'zining namozini o'tirga kelgan vaqtda bizning oyoqlarimizdan qolgan xush islarni islarga tegish tugar. Albatta shunga qarata bizning jilliklarimizda agarda masjidlarimizda shu talablar qo'yilsa, biz uni anglab o'targa deymiz inshaalloh. Shundan masjidning eng birinchi shistalig'i boshlanadi endi. Agarda endi masjidning shistalig'i puxtaligini biz o'zimizda xizmat qila olsak, ul beshli albatta inshaalloh. Masjidlarga kelgan vaqtda bizning ikkinchi talab ul g'avratlarimiz qoplanirga deyish. İratlarda hem de xotin qizlarda. Hozirgi vaqtda jaykini biz qaragan vaqtda iratlarda, xotin qizlarda g'avrat masalasini qarata ixtibor bo'ladi deyish. Bizning yosh yigitlarimiz shu vaqtda alar futbolka, qisqa ko'lmak kiygan mumkinlar. Sajdaga, rukukka ketgan vaqtda billari hamda billaridan osqi yoqlari oshirgan mumkin. Avul g'avrat hamda andi ravishda namoz o'qilsa, namoz qabul bo'lmasi mumkin. Ikkinchi yoqdan biz qachon Alloh taolaning yurtida qachon farishtalar jiyilgan hamda musulmonlar jiyilgan, o'zimizning g'avratimizni ko'rsatsak, biz ularning haqlarini qilamiz. Biz kishi haqina kirga tegish tugul inshaalloh taolo. Shuningda bular shunday vaqtlar qachon ko'ramiz, qardoshlarimiz kira shortilardan hamda ular o'tirgan vaqtda dizlaridan ustga minib ketadi. O vaqtni o g'avrat oshirgan deb shubhlanala hamda qizg'anishga qarshi kishining namozi qabul bo'lmasi mumkin. Shunlarda musulmon kishisi
ул көне буена үзен шундый тәртиптә тотарга тырыша, 5 вакыт намаз укыган вакытта кабул булсын дип иншаллах. Хатын кызларның гаврәтләре махсус, һәм дә алар да аны сакларга тиешләр иншаллах. Һәм дә мәчетләргә хәтта салырга кергән вакытта да башларына яулык киеп, һәм дә итәкләрен озынрак рәвештә кисәләр. Әлбәттә, аларның садакалары, намазлары кабул булуына иншаллах бер сәбәпләрдән булачак. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Ve men ya'mal masajid Allah fe innehu min taqval qulub." Kim şul kişiler koysalar meşitlerini tözüyler diye. Ol yürekning, qalbning taqvalığından deb Allah Teala assızlıqlay. Hem de tözüyler degan meselede ani bina yağından gına tugil, eli meşitning iş halinden de bulup tura. Biz meşitge kelgeç şu vaqtda Mine yartı saatga, 1 saatga şu meşitning bir mahallesine avurlarız inşallah. İkinci Müslümanlar yoki yangi Müslüman meşitga kirgan vaqtda ol bitinde shundayga xiyol bilan kiramında eng izgi kishilar yig'ilishganlar. Shu vaqtda biz o'zimizni de mana shu Allah'ın kütüblerine inşallah ümitlerine aqlov bularga teyish. Tübetey degan söz meselesinde, şista kulmak degan meselesinde, aşık yüz degan meselesinde, şeşlerimizin tuzmağı bulgan vakitleri, sakallarımızın yığılıştırılgan bulduğumuzda, elbette bu bizden talep edilen inşallah. Meşitke kelgan vakitte biz kirgan mümkün biz şu mahallede qaysina o'zin tertipleri var. Aksakallar, Allah'ın oturgan şeyleri. Biz yaş Müslümanlar birinchi kelib o'tirgan vaqtda qarib inşallah. Birinchi saflarda imam ortunda bosgan kishilar, alar muezzinlar, masjidning xizmatkorlari bo'larga mumkin. Agar da imomning tahorati buzilsa, hamda namozdan chekinlarga to'g'ri kelsa, muezzin uni o'rniga bosar inshaalloh. Albatta biz birinchi rek kirgan mumkin, biz hamda bizning haqqimiz birinchi safga bosirgan. Lekin de var bir ixtibar bo'lsak, oqsoqollarga qo'ysa, bizdan akirnak yuri. Balki ul oldanroq kelib, taharatni yo'artirga shauq etsa, albatta birinchi safni Allohga beru, inshaalloh ul musulmonlik adabidan bo'lib turadi inshaalloh. Namoz o'qiymiz. Namoz o'qigan vaqtda imomga eramiz. Imomga eruning bir zo'r talabi hamda sharti bor. İmamdan araldan gitmeymiz. İmam Allahu Ekber degashgina biz qo'llarimizni ko'tarib Allohu Ekber deb aytamiz. İmam Allohu Ekber deb aytgachgina rukuga ketganda biz shundan so'nggina rukuga ketamiz. Ham imomdan o'zib ketu namozimizni yo'qqa chiqargan mumkin. Shunlarda imomning Allohu Ekber degan r harfini eshitgach, shul vaqtda boshimizni sajdaga jibaramiz. Hamda sajdadan ko'taramiz inshaalloh. Bu meselede o talep imamga uyarı. Şu vakitte Tataristan şiirliklerimizde, meşitlerimizden bir talebi, o Hanefi mezhebi bu inşa namazlarını ötev. Fatiha suresinden son amin diyen sözünü işimizden aytıyor. Cemaat Hanefi mezhebimizde amin sözünü Fatiha'dan son aytıyor, o fikirden uydan da olungan mesele değil. O Kur'an-ı Kerim ayetga negizlanib shi'rilgan ijtihod. Hamda biz ani o'tasak inshaalloh shariatga qarshi kelmaymiz. Hamda oramizda do'stlik, qardoshlik masalasini bir ani saqlovga bir sabab bo'lashadi. Chunki biz masjidga kelib kirgach, o'zimizning fikrimiz bo'yicha Fatihadan so'ng amin deb nig'it deb qichqirib jibarsak, kishilar bizni anglamasalar, albatta g'ayb alarda tug'il jamoat, g'ayb bizda. Nindigine devletine qaramasang da, nindigine galimden soramasang da, Allah aytlar, şoşa jillikning mezhebini o'ta. Chunki orangizda fitna bo'lmasin uchun. Anglashmagan so'z bir-bizga qarata qirin qarov bo'lmasin deb aytib qo'yalar. Allohning ul kengashi jamoat biz ana o'tasak, hech cheksiz inshaalloh bizning oramizda do'stlik, qardoshlik sifati nig'roqgina bo'ladi. Hamda shu qardoshlarimiz qaysilari masjidlarga kelalar so'ng'arib İmam namaz o'qib bitirgan, mahallar namaz o'qib bitirganlar tasbih qilgan vaqtda biz
qishqirib, qamat aytib, namazga kirishsak, jamoat ul kelishmay. Yoki biz istama bir zalga chiqib uni o'taylik. Lekinda qachon tasbih o'tilgan vaqtda biz ana ishlamasak yaxshiroq bo'lar. Chunki ularning tasbihlarini, Qur'on o'quvlarini, duolarini biz qilmoqchi bo'lamiz. Ular bizning namozimizni hurmat etib, tovushlarni kimitirga deyishlar, yoki sizning orangizda so'z olishdir bo'lashar. Ular sizga aytishaklar, ikkinchi zalga chiqib namoz o'qi, siz aytishaksiz, men bunda o'qisim kela, hamda natijasida izgi ish ishlayim deb kelasan masjidga, hamda talashib chiqib ketasan. Kerakmi ul bizga jamoat? Albatta kerak tugil. Masjidning imomina da kerak tugil, albatta sizga ibodat qiluvchi musulmonga da kerak tugil. Shular adabsizlik makruh deb shublanala, agarda kishilar masjidda bir kimda yo'q. İmamның basып тора mihrab jilliklarına basып namaz oku hem de qamat düşürüp ikinci cemaat bilen namaz oku. Eğer de farz namazga ulgurmasangiz, cemaat ul makruh, ul adabsizlik. Elbette imam sizge söz etmese de, lekin de ul bir tertipke kirip kalsa, o nesege işare, yani birinci imamның namazın hürmet etmev, birinci cemaat bilen namazını sanlamau hamda aların namazlar dürüst tugil biz ana qatnaşmagan şekilde bulup çıgar. Cemaat bu fitnege itare turgan hamda kelешекте cemaatni 2'ge, 3'ge, 4'ge bilirge mümkünlük bulgan bir işlerden bulup tura. Şuңarda bar şunday işler cemaat qaysyсын biz ötesek inşallah көп meşakkatlerden biz saklanamız. Edep şuңarda ol bar. Edep aldağı bulgan meşakkatke duşar bulmasın için bir kaideler qaysı o meşakkatten seni saklap kalaşa inşallah. Edep ol qayşan sen kerakli şirde kerakli amelini qıra alasın. Ne ol edep? Hem de Müslümanın iki zor farzı var. Birincisi ilim, hem de ul edep. Her bir yerinin özünün hakkını qaytarı. Allah'ın hakkını qaytarı, Peygamberin hakkını qaytarı, meşritlerin hakkını qaytarı, kişilerin hakkını qaytarı, feriştelerin hakkını qaytarı, namazın hakkını qaytarı, ul edep. Şuarda Allah subhanahu teala her birimizni ilimde hem de edepte eylesin inşallah. Hem de indelbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Eğer de sen gün boyuna kişi bilen azgışudan, gaybet silövden başın çıkmasa, senin namazından, orazandan fayda yok deb etip koya. Çünkü namaz, oraza, haşның bir məqnəsi var, kişinin edep ve ahlakka көндіру inşallah. Hem de soңғы kеңеш, мәшіттерге келген вақытта садақа қалдырыңыз. Болсын 100 теңге, болсын 50 теңге, болсын 5000 теңге. Ләкин де ол даими рәвештә болсын. Чөнки біз ол ақшаны салабыз Аллаһның йортына. Hem de күпме bizge Allah Teala гомерлек бирде. Күпме мәчеткә килергә мөмкинлек Allah Subhanahu Teala бирәчәк. Şuşu kilu bilen Allah'ın dinine biz yardım etsek, ömür ahırına ol milyardlagan sumga jiylaşar inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.